alaykum deb lobbida boshladik, ammo yutqazdim. Birdaniga 4dan 5ta lobbi o'ynadim. 3tasini joylashga harakat qildim. O'yin mana shunaqa chiroyli chatga ketadi. Nimadir deyaptim deb qarab tursam, kelib skоворodka bilan urib ketdilar. Undan keyin meni jahlim chiqib otaverdim. Keyin aka yana to'xtadi. Bu safar yotib o'tirib turdilar. Skоворodka bilan uring deb o'zlari aytdilar. Keyin men so'radim-da, nimaga skоворodkada urdingiz, nimaga to'xtadingiz dedim. deb so'rasam javob bermadilar. Keyin mana shu paytda skоворodka bilan urib yutib qo'ydim. Bu shu 3-lobbimiz. Akasi o'ynarkanlar. Menga boshida shot berdilar. Rosa deb o'ylayman. O'ynaganingiz uchun rahmat. Ajoyib lobbi bo'ldi. Ammo yutqazib qo'ydim. Tomosha qilganlaringizga ham spasibki.